70 million mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolari. Men Xalq banki Xo'jaobod bank xizmatlar markazi rahbari Hozirov Jahongirman. Endi ko'pchiligingiz taniysiz, men bu yerda ko'p yurganman, shu aholi bilan birgalikda shu menga biriktirilgan mahalla fuqarolar yig'ini, doim sizlar bilan ko'pchiligingiz bilan hamsuhbat bo'lib, mana maktablarda, boshqalarda nima qilganmiz. Hozir yurtboshimizni Samarqand viloyati Narpay tumaniga borganda ularni qilgan tajribasi aholini ishsiz qatlamini doimiy ishchi o'rni, doimiy ish bilan ta'minlanganligi to'g'risida tajriba almashilgan. Shuni Andijon viloyatida qo'llash bo'yicha viloyat hokimimiz topshiriq berdi. Shu nima bo'yicha banklarga, bank mijozlari bilan mijozbay ishlagan holda aholini doimiy daromadga ega bo'lgan ish o'rni bilan ta'minlash bo'yicha yoki u tadbirkorlik qilaman deyotgan fuqarolar bo'lishi mumkin, ishsiz fuqarolarni ichida shu tadbirkorligi bo'yicha bankda o'zini bank kreditlari bilan qo'llab-quvvatlab yangi ishchi o'rni yaratsin degan topshiriq bo'lgan. Shu nima bo'yicha mana sizlar bilan kelib suhbatlashib, hozir birgalikda har bittangizni murojaatingizni eshitaman, yozaman qo'limdan kelgancha. Bu aynan bankniki bo'lishi shart emas. Sizni ish bilan ta'minlanishingiz bo'yicha qaysidir tashkilotda yoki tadbirkorlik subyektlarida bo'lsa, mana men o'zim borib birgalikda hal qilaman masalalarni. Shu ijtimoiy reyestrda turgan ishsiz fuqarolarni har bittasi bilan birma-bir suhbat o'tkazib, shu mahalladagi hammani ish bilan ta'minlash bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha qo'llab